To'ylarning asl mohiyati jamiyatda biror yangilikni e'lon qilishlikdir. Ehson marosimlari esa ko'pincha vafot topganlarni eslab, ularga savob yetkazish maqsadida o'tkaziladi. Agar mana shu ikki tadbirlarni chiroyli qilib o'tkazilsa, savobga erishiladi. Lekin bu marosimlar kibr, manmanlik va isrof aralasa aksincha savobi gunohga aylanib qoladi. Qilayotgan ishlarimizni riyo uchun qilinsa, unda savob bo'lmaydi. Riyo shunday narsaki, Alloh uchun qilinmaydi. Birov uchun qilinadi. Allohdan o'sha ajrni mukofotini olamiz desak, Alloh taolo aytadiki, sen bu amalni men uchun qilmading. Faloncha ko'rsin deb qilding. Qani falonchani oldiga borchi, senga savob beradimi deb falonchani oldiga jo'natadi. Shuning uchun biz to'y qilamizmi? Tadbir qilamizmi? Ehson qilamizmi? Umraga boramizmi? Hajga boramizmi? Hamma narsani Allohning roziligi uchun borishimiz kerak. Birov bilishlik uchun emas. Birovlar hurmat qilishligi uchun emas. To'riga chiqarishlik uchun, hoji bo'lib keldim deyishlik uchun emas. O'zimiz uchun ajr, o'zimiz uchun mukofot. Shuning uchun bugun biz to'yda qilayotgan tadbirlarimizni, ehsonlarimizni birov uchun, birovdan kam bo'lay deb emas, ikki yoshni baxtli, saodatli bo'lishlik uchun duo qilinadi. Agar shu ishlarimizni riyo uchun qilinadigan bo'lsak, unda ajr yo'qdir hech qanday.